e'tiqod, ixlos bilan masjidga qarab qadam qo'yib keldingiz. Alloh taolo har bir bosib kelgan qadamlaringizga hasanotlar, ajr azimlar ato aylasin. Alloh taolo ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. İnsonchilik qilib bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh kaforat, mag'firat aylasin. Muhtaram aziz birodarlar, mo'min musulmonlar sifatini Alloh taolo o'zi Qur'onda ko'p sifatlar bilan mo'minlar qanday bo'ladi, mo'minlarning dili qanchalik pok bo'ladi, mana shu narsalarni ko'p gapirib o'tadi. Azizlar, mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak bir hadislari bor. Namozda dilingga ehtiyot bo'lgin. Qalbingni toza, pok saqlagin. Agar dil nopok bo'lsa, shayton o'rnashib namoz o'qittirmaydi. Har xil xayollarni keltiradi. Keyin namoz tahoratsiz namoz emas. Namoz o'qish uchun tahorat kerak. Dargohida qabul bo'lishligi uchun dil toza bo'lishi kerak. Dilda adovat, hasad, araz, fisq, fujur, ig'vo, birovga bo'xton, kibr, manmanliklar joylashsa, ming tahorat qilib kelgan bilan uning dilidagi bu marazlarni to'la Alloh qaramaydi. Alloh bizani namozimizga muhtoj emas, biza muhtojmiz Allohni qabul qilishiga. Alloh namozga qanday baho berdi? Astagfirullah. Inna solata tanha anil fahsha'i val munkar va la zikrullohi akbar. Namoz fahish ishlardan, buzuq ishlardan qaytaradi. Namoz munkir ishlardan, ya'ni shariatda ruxsat berilmagan, qaytargan ishlar. Nima? Buzuq, fahish ishlarni bilasiz. Endi Alloh qaytarganlari ham ig'vo, g'iybat, fitna, fasod, yolg'on, yashiq, mana shu narsalardan namoz qaytaradi. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladiki, ana namozxonlar bor-ku, g'iybat qiladi, ig'vo qiladi, fitna qiladi, fasod qiladi, yomonlik qiladi. Namozi namoz emas. Namozi qabul bo'lmayapti. Agar haqiqiy namoz bo'lsa, beriyo o'qilgan namoz bo'lsa, dilini tozalaydi, Alloh dargohida qabul qiladi. Ana unday gunoh ishlarni umuman qilmaydi namozxon. Odamlar ko'zicha namoz o'qib yurgan riyokorni qilig'i bilinib turadi. Uni ibodati ibodat emasligi, nomiga namoz o'qib yurgan bo'ladi-yu, dili toza emas. Har qanday paytida aldashga, xiyonatga, yolg'on gapga tayyor. Ana shunaqa nomini musulmon qilib olgan, nomini namozxon qilib olganlarning kasri sizni biz mo'min musulmonlarga uradi. Benamozlar, ibodat yo'qlar nima deydi? Ko'rdik namozxoningni. Mana hajji qabul bo'lganini qayerdan bilamiz deganda, hajga borgan odam umuman gunoh tomonga burilmaydi. Agar haji qabul bo'lgan bo'lsa, haji qabul bo'lgan bo'lsa, u odam umuman gunohga endi qaramaydi. U qanday joyni ko'rib keldi? Uni endi
harom ichish, harom yeyish, harom yo'llar yoqmaydi, endi uni qilmaydi. Ana haji qabul bo'lgan odam. Hojiga boribdi, gunoh ishlarni qilyapti, unaqa qilyapti. U hojiga borgan bilan qabul bo'lmaganda haji. Haj qabul bo'lganda unaqa ish qilmasdi. Borib ham kelaveradi bir ish bilan. Otam olib boruvdim, onam olib boruvdim degan bahonalari bor. Namozni qabul bo'layotganini qayerdan bilasiz? Hajni qabul bo'lganini qayerdan bilasiz deyilganda, namozxon odam kundan kun gunohdan hazar qilaveradi. Hech yomonligiga sekin namozni boshlagandan keyin namozni o'zi tarbiyalaydi. Sekin. Bir polvonni oldiga men tosh ko'tarishni o'rganmoqchiman, menga bir o'rgating desa, ana 100 kiloni ko'tarsang, uni o'rgataman debsa. U 100 kiloni ko'tara olmaydi, ko'taraman deb kasal bo'lib qoladi. Shu bilan u polvon bo'lmay qoladi. Mana u 5 kilodan boshlab, 5 kilodan. 5 kiloni bir necha kun ko'targandan keyin sekin 10 kilo qiladimi, 12 kilo qiladimi, sekin kuch paydo bo'ladi. Imomdan sekin namoz o'qishni yengil o'rgatib, yo'lni oson tushuntirsangiz, shu bilan namoz o'qib boravergan sari mustahkam bo'lib, ibodatga polvon bo'lib, iymoni mustahkam bo'laveradi. Birdan og'ir narsa yuklanmaydi. Ana shu namozni o'zi hamma narsadan qaytaradi. Hamma narsadan tark ettiradi gunoh ishlarni. Qur'onda bir sura bor. Eng qisqa suralardan 3 ta oyat. Lekin juda ko'p ma'noni o'z ichiga oladi. Mana namozlarda o'qiymiz. Birinchi namozga kirgan odam ham shuni kalta ekan deb tez yodlaydi. Lekin suralarni ma'nosi, kuchi uni kalta uzuniga qaramaydi. Mana qul huvallohu ahad oling, 3 ta oyat. Lekin 3 marta kimki o'qisa Qur'onni xatm qilganning savobini oladi. Ana shu qisqa kalta oyatlardan bittasi Asr surasi. Asrda endi 2 ta ma'no bor. Alloh o'zining ulug' ne'matlarini qasamga keltiradi. Ulug' ne'matlarini. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Wal asri, asrga qasam deyapti Alloh. Mufassirlarimiz, tafsirchilarimiz buni ba'zisi 100 yillik zamon, asr vaqt, ba'zilari asr namozi. Ikkalovlari ham juda katta ulug' ne'mat. Asrdan murod agar shu bir 100 yillik bo'lsa, bu yerda Alloh vaqtga qasam degani bo'ladi. Dunyoda eng qimmat ne'matlardan bittasi vaqt. Bir daqiqa o'tganni kim orqaga qaytara oladi? Soatni, kunni, yilni qo'yavering. Bir soniyani hech kim orqaga qaytara olmaydi. Ketadi oldinga qarab. Bir hikmatli so'z bor arablarda. Al vaqtu kas-sayf in lam yaqta qata'ak. Vaqt qilichga o'xshaydi. Sen oldinroq kesib qolmasang, seni kesib yuboradi. Oldinroq sen hali qalqoningni qo'yib olmasang, kesib yuboradi. Kutib o'tirmaydi.
vaqtni zoyi o'tkazgan hech nima bo'lmaydi. Vaqtni zoyi o'tkazmagan maqsadiga yetadi. 30 pora Qur'onni yodlab xatmga o'tyapti. Vaqtini zoyi o'tkazmay Qur'on yodladi. Mana shu dunyodagi qancha ishlarni odamlar qilyapti. Bir xil odam hech baloni bilmaydi, bir xil odam yo ganchkor, yo duratkor, yo mashinani tuzatadi, yo temir, har shu vaqtida o'rgansa, mashq qilsa, olim bo'ladi, hunarmand bo'ladi. Odam qilgan ishni odam qiladi, lekin afsuski odamlar vaqtini o'tkazadi. Zoyi o'tkazadi yoshligini. Hech nima bo'la olmay qoladi. Ana vaqt bularni kesdi. Vaqtni oldini olgan maqsadiga yetadi. Karta o'yin, nard o'yinlarini ba'zilar aytadi, bu qimor emas-ku, boshqa pul tikmasdan o'ynaymiz. Bo'pti, vaqtchi. Shu taraq turuq tashavvuf bunday qilib o'tirganning o'rniga bitta surani yolla, bitta ishni o'rgan, bitta ishni, bitta hunarni o'rgan. Bola chaqangni boqishda kerak bo'ladi. 50 yoshda bo'lsa ham o'rgan, 40 yoshda bo'lsa ham o'rgan, 60 yoshda bo'lsa ham o'rgan. Qo'ling keladi harakat qilsang. Ertalabdan kechgacha choyxonada pirra o'ynab o'tirgandan ko'ra. Ertalabdan kechgacha tarak tirik nardi o'ynaydi yo pirra o'ynaydi kim? 100 so'm berib turing, 1000 so'm berib turing, 2000 so'm berib turing, 300 so'm berib turing, undan ko'rga bir harakat qilsangchi ishingni harakatini. Senga nima beradi u? Vaqtingni bekordan bekor, hech bo'lmasa qul huvallohu ahadni o'qi 100 marta, salovat et 100 marta. Xudoyim rizqingga bir ishni sabab bilan barakotini ochadi. Nimasa bu narsalarga berilib qolsa vaqt ketadi. Yoki asr namozi. Salatul wusta deb Alloh taolo asr namozini juda ta'riflaganiki, farishtalarni almashadigan payt. Har bir insonning farishtasi bor. O'sha farishtalar, yerga tushgan farishtalar, yonimizda yurgan farishtalar asrdan keyin almashadi. Shu namozning o'rtasi, kunning o'rtasi. Asr namozidan keyin, mana bugun asrni o'qiganimizdan keyin juma chiqib shanba kiradi. Ali payshanbada osh qilamiz kechqurun deydi-yu, yo u payshanba asrdan keyin juma kirgan bo'ladi. Juma kecha asr namozidan keyin kirdi. Shunga o'xsha asr namozi shunday ibodatki, dunyoviy ishlarimizni oxirlashib, ozgina ishlasak ishimiz oxiriga yetadigan payt, yo bir ko'chada yurib turganimiz boshqa paytda kelib qoladi vaqt. Dunyoni ishlarini yig'ishtirib, o'sha paytda namozga vaqt ajratganligini savobi juda katta. Qani bandalarim shu ishini oxirlashib qolgan paytida, boshqa bo'lib qolgan paytida qani shu dunyo ishini yig'ishtirib men tomonga buriladimi? Qanday deb Alloh buyurgan bir o'rta namoz. Bomdodda o'rningizdan turasiz sahar. Peshinda hammani bir dam oladigan payti bo'ladi. Shomam ishlar tugab, oxirlashib tugagan uyga kelgan paytingiz bo'ladi. Xuftonja bemalol bomdodni vaqtigacha o'qib oladigan vaqt. Ana asr ko'chada yurgan paytingiz bo'ladi. Bir harakatda yurgan paytingizda namoz asr vaqti kelib qoladi. Ana shunda hamma narsadan voz kechib namoz tomonga, ibodatga burilsa, juda katta namozni o'qigan bo'ladi. Mana shu ho asr zamon bo'lsin, ho asr namozi bo'lsin, Alloh qasam keltirib aytadiki, innal insana lafi xusr. Insonlar
hamma intilishlari, hamma qiliqlari, hamma ishlari ziyonda. O'zlariga zarar ishni foyda deb qilib yotishibdi. Taajjub. Odamlar o'ziga kerak foyda ishini qilmaydi-da, kerakmas narsaga vaqtini ketkazib yuboradi. Uch to'rtta tilni biladigan odam, 3-4 tilni, ingliz, fransuz, nemis, rus tillarini biladigan odam bir joyga borib yo uyda o'tirib, Auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, shu o'qiganimni dargohingda qabul aylab, hosil bo'lgan savoblardan ota-onam marhum bo'lib yotibdi. O'zing shu savobdan bahramand etgin. Shu kalimani o'qib aytib berolmaydi. Musulmonman deydi, iymonim bor deydi, musulmon farzandiman deydi. 1000 ta tilni biladi-yu, bitta surani bilmaydi. Boqib katta qilib ketgan ota-ona ruhi shu bolasidan 1-2 kalima Qur'on savobi kelarmikin degan ilhaq bo'lib yotibdi. Endi albatta ba'zi ota-onalarni o'zidan ham o'tgan. Endi bu eskichani o'rganib o'tirmasin, yangichani o'rgansin. Non topadiganni o'rgansin. Hayoti o'tadiganni o'rgansin deb bu narsalarni 1000-chi darajada qo'yib qo'ygan. 1000-chi darajaga qo'yib qo'ygan. Lekin boshimizga bir kun keladiki, 2 kalima la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni bilmaganimizga ko'zimizdan yoshi o'rniga qon keladi. Qiyomatda inglizcha, nemischa, fransuzcha tilda so'ralmaydi ham. Kalima so'raladi. Qilgan savob ishlar so'raladi. İnsanlar qo'sha-qo'sha imoratlarni quradi, qo'sha-qo'sha mashinalar oladi. Lekin oxirati va dunyosini obod qiladigan 2 rakat namozni o'qimaydi. Jonini beradi shu dunyoni ishlari uchun, shu dunyoni obro'si uchun, manmanlik qilib o'zini ko'rsatib yurish uchun hamma ishlarni qilishadi-yu, biron bir savob ishni qilishmaydi. Men bir narsaga juda taajjubdaman-da. Domla imomlarimiz işte bir ayniqsa bizlarni qo'yavering-u, yosh mullalar, bolalar boshqa ishlarni qilib turib domlachilik qilishadi. Qiynalishyapti, oyligi yetmaydi, bola chaqasini boqisholmay yotibdi. Kecha endi haqiqat kelganda aytaman-da, kecha ashulachilarga odamlar hammasi turib pul beryapti. Hammasi turib qator turib pul beryapti. Imomga, domlaga bermaydi shular. Berganini gapiradi. Anu 5000 bermagunimcha ketmadi-ya sur. Anu tugunga qarab turibdi-ya. 2 kalima Qur'onni o'qib haqqingga duo qiladiganlarni xor deysanlar.
ashillachi qiziqsiga hammang o'rningdan turib pullarni beryotsan. Mulla bachchaga 3000 bersang, 4000 bersang gapirasan. Shumi musulmonlar, mu'minlar domlangizni qadri bir ashillachi emasmi? Qustirib yuborishadi. Nimani eshityapsan, nimani manfaat ko'ryapsan aslini olganda? Senga domla hidoyat yo'lini chaqiradi. Shu mulla bachchalarni hurmati yo'q. Hurmat qilinmaydi. Talib bolalarni-ku qo'yavering. Gap kelganda gapiraman men. Bunaqa emas musulmonchilik. Mo'minchilik. Qaysi yurtda domlasi, qorisi hurmatda ekan musulmon shatda ko'payadi. Chunki ularning hayoti yaxshi bo'lsa, sizga din diyonatni o'rgatadi, chaqiradi. Lekin mana qarang, shunday abgor bo'lyapmizki, qaysidir ablahlar musulmonlarning yuzini yerga qaratyapti. Mana Osetiyadagi voqea. Bu juda dahshat. Bu musulmon uchun bir katta baloki, musibatki, haligilar o'zini portlatgan ham Allohu akbar deb portlatyapti. Ana shu so'zni aytishi bilan hammamiz mana shunday boshimiz yerga qarab qolyapti. Allohu akbarni aytgan o'zini o'ldirmaydi-ku. Bolalarni shunday qiladi musulmonlar, ha? Azizlar. Qaysi musulmon shu bolalarni qo'y, hayvonni o'ldirmaydi-ku, mo'min musulmon. Bular qaytdan chiqdi? Nima bu boshimizga hali u yoqda musulmon o'zini portlatibdi. Hali bu yoqda hali zalojniklikka olyapti, boshqa qilibdi, undoq qilibdi. Mana shular hammasi ziyon. Islom dinida yuribman deb islomni tagidan yo'q qilishga harakat qilishdi. Butun dunyoni musulmonga nafratini oshtirtiryapti bular, la'natlar. Bular millati yo'q, millat emas. Bular dini ham yo'q, hech qanaqa dini yo'q. Dini bor odam bunaqa ish qilmaydi. Mana Toshkentni 100 yillik tarixini bir rus turkshunos olim yozib qo'yibdi. 120 yil oldin. Bu xalq yozyapti shu, bu bor gap. Tarix muzeyida bor bu xat. Bu xalq bozorida rastalarini quplamaydi. Oynalarida panjara, temir panjara bo'lmaydi. Eshiklarida qulf yo'q. Chunki bu xalqni o'g'risi yo'q. Rus olimi yozyapti. O'g'ri yo'q bu Toshkent xalqida, o'g'ri yo'q. Eshiklar bekilmaydi. Shuna uylar qo'yib dalaga ketadi yozda, daladan keladi qishda, joy-joyida narsa. Pul almashtirib beradigan sarrafamida ustiga tashab masjidga kirib ketgan. O'g'ri bo'lmagan. Hovlilardan bir-biriga ariqlar oqib o'tadi. Bizni quvurlarga olib qo'ygan suvimizdan toza. Chunki 5 yashar bola ham suvga tupurmaydi. Kelinlar shupursa suv tomonga qarab emas, Allohning jamoliga qarab shupurgan bo'ladi deb suvdan bu yoqqa qarab shupurishadi. 3-4 ta qariya turgan bo'lsa, oldidan yosh yigitlar kesib o'tolmaydi. Ayollarini ko'chada ko'rmaysan. Farzandlarga ota-onaning so'zi qonun. Bu nimani kuchi edi? Ana iymon, ana mo'min, musulmon, sizni ota-bovalaringiz yo'li shunaqa edi. Dinga hujum, iymonsizlikka hujum o'g'rini ko'paytirdi, munofiqni ko'paytirdi, buzuqni ko'paytirdi.
muttahamlarni ko'paytirdi. Suvga butun axlatini, iflosini suvga tashladi. Qancha xonadonni biz tutganmiz Qumariqda ariqqa kanalizatsiyasini ulab qo'ygan. Ariqdan suv ichib bo'ladimi? Qo'lingizni yuvgani hazar qilasiz. Butun axlatni ana e'tiqod qaytdan bilsangiz bo'ladi. Bizni quvurlarga olib qo'ygan turbadagi suvlarimizdan ularni anhorda oqadigan, ariqda oqadigan suv toza, chunki odamlar toza, odamlar iflosini suvga tashlab. Pasport bo'lmagan, hujjat bo'lmagan, propiska bo'lmagan, bir odam o'ldirib qochib ketsa qaytdan topgan yo'q. Lekin hamma Allohdan qo'rqqan, iymoni bo'lgan. Lekin bu men musulmonman, men mo'minman deb to'palan qilib qo'liga qurol olib odamlarni o'ldirib yurganlarni hech ham dini islomga yaqin yo'latmaymiz. Endi bir ajali yetmay qopti. O'shda shunday bir voqea bo'libdi. O'shni masjidiga, O'shni jome masjidiga bir odam bir tukun narsani qilibdi-da. Mana shuni domla olmay ketib qoldi, domlanikida domlaga berib qo'ysangiz deb qorovulga beribdi. Qorovul ham endi kech domla qachon keladi, ertasiga keladi, buni bu yerda o'sha o'tiramanmi debdi-da, uyiga olib ketibdi. Uyiga olib ketib bolalarni chaqirib, tugunda narsa bor ekan deb tugunni yechayotganda, yechgandan portlab ketilgan. Qarang, bu yerda ikkita ma'no bor-da. Ajal yetmagan domlaniki. Lekin birov omonat topshirganga xiyonat qilmaganda u ketmasdi. Endi mana bunaqa yo'llari chiqyapti azizlar. Hozir masjidlarga harakat bo'lyapti. Ogoh bo'laylik. Bular musulmon emas, bular mo'min emas. Bular odam emas. Haqiqat tinchlikni buzyapti. Musulmonga gapni ko'paytiryapti, musulmonning sha'niga. Insonlar ko'p ishi ziyonda. Foyda qolib deganiki, oxiratini obod qiladigan ishni o'ylashmaydi. Bugun mana omonatmiz. Hech kimning hujjatida 2080-yilgacha yashaysan, 2060-yilga yashaysan degan muhr yo'q. Bu degani qachon tayyor bo'lib turib. Lekin shu o'tkinchini hoyu havasida oxiratini o'ylamaydi. Hali siyosatdonchilar bor dindan, xalifa bo'lmaguncha namoz o'qimaymiz. Qayta Qur'onni qaytida juma o'qi, qachonki xalifani saylaganingdan keyin juma o'qi, 5 va namoz o'qi degan joy bormi Qur'onda? Bormi hadisda? O't ketib qolsangchi. Bu hammasi boshqa niyatda qilinayotgan ishlar. Buni ong fikr bilan qarash kerak. Hali endi Alloh shundan ajratyaptiki, illallazina amanu va amilis solihat. Hamma inson ham ziyonda emas, iymonga kelib, amali solih qilib, toat ibodatda yurgan bandalarim unaqa emas deyapti Alloh. Kam bo'lsa ham bor shunaqa odamlar. Juda kamu bor. Iymonga keldilar, amali solih qildilar. Iymonga keldi. Lampochkalar qo'yilganda mana. Lampochka bor. Endi bu yonishi kerakdi. Amali solih tok keldi, u yon. Tok bo'lmasa turaveradi qandil bo'lib. Men Allohga ishonaman, lekin namoz o'qimayman, gunohim yo'q-da. Men Allohga ishonaman, roza tutmayman. Men Allohga ishonaman, ammo uni ham olaveraman, boshqa ham qilaveraman.
xuddi chirog'i yo'q lampochkaga o'xshaydi. U lampochkadan nima ma'no? Elektr gaz bo'lmasa, chiroq bo'lmasa, tok bo'lmasa, turib savlat. U mo'mindan nima ma'no? Ibodati yo'q, qo'rquvi yo'q. Mo'minman. Bo'pti, mo'min bo'lsang. Ko'l namoz o'qiymiz. Hali bor, hali vaqt bor ozroq. Bor hali. Go'rda o'qiysanmi? Bor deysan. Qachon o'qiysan? Yoshligingdan qilsang odat, qarigancha ko'nikarsan. Qarilikdan qilsang harakatni, ko'nikkuncha o'lursan. Yoshlikdan harakat. Endi iymonga keldimi, yaxshi ishlarni qilish kerak. Savob ishlar. Yomonlikdan qaytarish kerak. Mana shu azizlar, ukalar, shuni yaxshi bilib oling. Dinni o'rgataman deb siyosatbozlik qildimi, siyosatdonlik qildimi, uni dili toza emas. Sen menga Allohga muhabbatni o'rgat, do'stim. Men nima qilsam, alo qilovdirmiz, malo qilovdirmiz, menga Xudoning qudratlaridan gap. Payg'ambar mo'jiza, hayotning mo'jizalaridan, vaqtoniyatdan gapir. Menga nima qilasan, andag'idiyu, mandag'idiyu, uni bir bark xas cho'p o'rnidan qo'zg'amaydi, Allohning taqdiri bo'lmasa azizlar. Biz Allohga bo'lgan muhabbatni oshirishimiz kerak. Endi mo'minlarning sifati qanday desa, vatavasav bil haqqi vatavasav bis sabr. Bir-birlariga haq yo'lni aytishadi. Birodar, bu yashasin o'yin kulgi qilib ketyapsiz, bu oxiri yaxshi emas-ku. Bu oxiri voy bilan tugaydigan yo'l-ku. Qancha yigitlarni butulka ag'darib yordi-ku. Butulkani sindiraman dedi, o'zini jigarini tamom qilib, yo'q to'satdan sabr, bir-birlariga sabr qanoatli bo'lishga nasihat qilishadi. Do'stim, sabr qil. Mo'minni Alloh sifatlayapti. Bir boshiga musibat, bir qiyinchilik kelsa, yotasanmi qiynalyapman deb ko'tarib turilmaymizmi, bir ish qilolmaymizmi demaydi. Allohdan so'rang, sabr qiling. Xudoning sinovlari bu. Ana o'zi mana mazasi yo'qda, Xudo o'shancha unga unaqa berdi, o'shancha unga buni musibati yo'q. Sinov. Sinovga sabr. Hali bittasi aytibdiki, bu namoz o'qigan sari ishim orqaga ketyapti deb bir savol bo'ldi-ku. Namozni agar shu dunyoda bir baxtim chopsin deb o'qisa xato qiladi. Yo, xor bo'lmaydi. Bunday qarangda, qaysi bir din olimi maza qilib yashagan, o'z zamon kelishi, zamon Imom Buxoriymi? Tug'ilgan yurtidan chiqazib yuborishdi. Samarqandga kiraman desa qo'yishmadi. Yozgan kitobi Qur'ondan keyin 2-o'rinda. Zotda. Yozgan kitoblari Qur'ondan keyin turadigan kitobni yozgan olimni Buxorodan chiqazib Samarqandga kirgizmadi kimlar? Yahudiy podsholarimi, xristian podsholarimi, musulmon podsholar? Paytda yo'q edi boshqalar. Imom Malikni bitta fatvoni to'g'rilaysan dedi, u fatvo Qur'onga qarshi fatvo edi, qilmayman degani uchun qo'lini podsho sindirib, o'zlarini nomicha xalifa deydi. Imom Malikni qo'lini sindirib, yelkasidan chiqazib, eshakka teskari mindirib, bozorda sazoyi qilishdi. Shunday Muvatta degan kitobni yozgan olimni. Kim? Arab xalifa podsholar. Imom Azam, mazhabimiz sohibi. Qozi bo'lasan, men qozilikni qilmayman. Qo'ying, menday olimga amal bermang, mansab bermang, men qozi bo'lmayman desa, har kuni 100 darra uringlar dedi. 70 ga kirgan odamni Mansur xalifa 100 darradan urdirdi. 3-kun darrani taydi o'ttirar. Imom Shofiy oyoq qo'lini bog'lashib zanjirlarda
Makkadan Madinaga yayov yurg'iztirib keltirishdi. Qarang, birontasi g'ayridin podsho emas, musulmon podsholarini qilgan ish. Imom Ahmad Hanbali 20 yil zindonda yotib, zindonda dunyodan o'tdilar. Ig'vo qilishga ustamiz, g'iybat qilishga ustamiz. Alhamdulillah demaymiz. Birodarlar, hamma joyda siyosat bor. Siyosatga qarshi chiqqanda ayalmaydi. Va shuni yaxshi bilingki, bu dunyoda taqdirdagi narsa bo'lmay qo'ymaydi. Agar taqdir bo'lmaganda Hazrati Umardek zot namozda shahid ketarmidilar? Hazrati Ali namozda shahid ketarmidilar? O'sha olimlar shunday kunlarga qolarmidi? Va hammasi sinov, sabr. Shunday bir zamonda turibmiz. Oynay jahonni ko'rasizlarmi? Qancha joy abgor, suv bosyapti. Texnikasi zo'r bo'lgan mamlakat o'zini eplolmay qolyapti, suntayda qolib ketyapti. O't balo, suv balo, zilzila balolari yomon. Alhamdulillah deng, Alloh azabi kelmasin. Shunda tinch zamonni qadriga yeting. Biz chumolilar emasmiz. Chumoli ertalabdan kechgacha ishi og'ziga bir narsani tashlab borib bitta joyga qo'yib keladi, ya'ni shunaqa odamlar bor. Na oqibatni biladi, na odamgarchilikni biladi, na boshqani biladi. Chumoliday shuni ishlab borib tashlab yoqqa o'tib kelaveradi. Voy, namoz. Bitta qariya bordi, men u imom bo'lgan joyimda. Namozga chiqing, bozorda o'qib olaman, Tongda bomdodda bir ikki rakat yo'q, bozorda 3tasi 1 so'm, hali kashni sotadilar, 3tasi 1 so'm, hali zelinlarni. Hech masjidga chiqmasdi. Bozorda ham o'qimas namoz. Faqat ishlar shu odam ittifoqi oyoq qo'l ishlamay yotib qoldi. 75-80 larga borgan. O'g'illar yig'lab, otam sakratda bir tahlil aytib borib, men bormadim, qariyalar borib la ilaha illalloh desa qaytarish kerak-da o'lgan. La ilaha illalloh desa 3tasi 1 so'm, para rubl, turishlik rubl deb jon chiqib ketganda. Har kim nimaga muhabbat qo'ygan bo'lsa, nimani a'lo ko'rgan bo'lsa, shunisi birga bo'ladi. Hazram har toifa topiladi, azizlar. Lekin bu kunlarni shukrini qiling. Ig'vo hasadchilarni ig'vo fitnalariga uchmang. Alloh uchun har bir narsa bizga Alloh tomonidan bir sinov. Hali ko'p ishlarimiz joyida emas. Ko'p ishlarimiz musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Qaysi birini aytasiz? Mana shu Gulzorda to'yxona ham bor, masjid ham bor. Har mashinalarda endi gurra odamlar. O'ylaysiz, masjidga bomdodga kelyapti ekan desangiz, yo'q, oshga. Masjidda 10-12 ta odam, u ham 3-4tasi boshqa joydan kelgan. Bo'ynini qisib bechora imom namozga o'tib beradi. Qani o'sha imom sal bir 5-6 ming ko'paysinchi, bu nafsi ochilib ketdi, haydash kerak, boshqa bir nafsi yo'g'ini olib kelish kerak. Nima senga domla farishtami? Nafsi yo'g'ini qidirasan. Bolalarni xor qilib qo'yib senga imom bo'lib yursinmi? Ketadi bola chaqasini boqqan u. Azizlar, hammamizni Alloh rushdi hidoyatda qilsin, iymonimizni mustahkam qilsin, yurtimizni ofat balolardan Alloh o'zi saqlagin. Hammaga insof topib bergin. Allohu akbar. Bir birodarimizni opalari betopgan
Shohis opamiz Alloh taolo dardlariga shifo bersin, tanlari sog' bo'lsin. Mani jiyanim juda og'ir avtohalokatga uchradi deb yozibdilar. Juda yomon ahvolda, iltimos jamoatdan duo, inshaalloh duo qilamiz. Birodarimiz had berib juma namozi uchun kelishsa, uchun 2-3 ta og'aynilarimiz olib kelgandik. Iloho shu bilan toat ibodatda bo'lsin, tanlari sog' bo'lsin. Aeroportda Sulton ukamiz, Sulton Alisherlar juda bir xizmatlari halol qilishadi. Shularni ham haqlariga, Sultonni, Alisherlarni haqlariga duo qilamiz. Umrlari uzoq, tanlari sog' bo'lsin. Ana bir duo olib bersangiz ota-onamlarning haqlariga. Alloh taolo egam Farruxni, ota-onalarini tanlarini sog' qilsin. Dardlariga shifo bersin. Vaqt bo'lib qoldi. Amin. Alloh taolo egam ma'sum murodlarga yetkazsin. İşte hamma bemorlarning dardiga Alloh shifo bersin. Nima hojatmanlar bo'lgan bo'lsa, hammaning hojatini o'zi ravon qilsin. Ya Rabbi, dilimizda o'tayotganini o'zing bilib turibsan. Shunga qarata ishlarimizni hammasini rivojini bergin.